15-март күнү болгон сделканын ачкычыны бүгүн 1-апрелде алдык. Кардарыбыз Кыргызстандын жараны Майя эже биздин компанияга январдын башында кайрылган. Договор түзгөндөн баштап, жумушубузду баштап, одобрение алып, турак жай издегенди баштаганбыз. Турак жайды айтсам, 1-майдан Балашкадан алынды. Чакан бир бөлмөлүү турак жай. Видео обзор болот. Майя эжени компаниянын атынан куттуктап кетмекчимин. Турак жай алган кардарларыбыздын, мекендештерибиздин саны көбөйсүн демекчимин. Үйдү буга чейин негизи ар кандай болуп калат. Кээде 2-3 үй көрүп калган кардарлар болот. Бир эле үй көрүп жактыргандар бар. Ал эми Майя эже жөнүндө айтсам, буга чейин башка бир ушул райондон турак жайга токтолгон, бирок саткандар менен келише албаганыбыздыктан бул башка үй издеп, ушул үйгө токтоп, сделкага 1 айга жетпей чыктык. Ошол мекендештер, сиздер дагы эгерде турак жай алам деп ойлонуп жүрсөңүздөр, Майя эженин дагы сиздерге мотивация болсун. Майя эже эмне үчүн Москвадан, Россиядан турак жай алганын жөнүндө айтып берет. Эмне үчүн бул районду тандаганын дагы айтып берет. Ошол мекендештер сиз дагы Майя эжени жана анын үй бүлөсүн дагы куттуктап, жакшы ой пикирлерди айтып койсоңуздар болот. Ар бир жакшы тилек кылган мекендешибизге дагы ушундай жакшынакай үйлөр насип кылсын демекчимин. Assalomu alaykum. Men Hojiyeva Muxtasarxon, Qirg'iziston гражданина O'sh shahrini Arvan rayonidan bo'laman. KJ недвижимостьni men bir tanishim orqali o'qib, ularga kvartira olib berganimni o'qib keldim. 16-yanvarda biz qayrilganmiz. Ungacha men 2-3 ta joyga borib o'ylanib, aldab qo'ymasmikin, qanday bo'lar ekan, ancha nimalar bilan o'ylanib, oxiri shu bir tanishim, yaqin tanishim olgani uchun ishonib kelib suylashib, qizlar bilan 16-yanvar kuni avans tashlab, mana Xudoga shukr, сделкamiz qanchada bitdi? 15-martda bitdi. Kulishni bugun olib, o'tda suyunib o'tiribman. Rahmat sizlarga, Samara Nurmatovaga, kompaniyasiga, bari qizlarga rahmat, qilgan mehnatinglarga rozi bo'linglar. Juda ham xursandman. Bungacha biz mana kvartirada bu shu rayonidan oldim. 12 yil yashapmiz, почти 12 yil, 2012-yildan beri kvartira siymat qilib yashaymiz. Oxiri o'ylanib o'zimizniki bo'lishni xohladik. Kvartirani izlab charchadik. Registratsiyadan charchadik. Oxiri o'zimiz olishga niyat qilib, mana Xudoga shukr, bir xonalik komnata oldik, kuchimiz yetganini. Faqat shuni to'lab, keyin ikkinchi 2 xonalikni olmoqchimiz. MKTga yaqin, metroga 12 minutlik yo'l. O'ta yaxshi joy. Ertalab biz qizim bilan ikkalamiz soat 7 ga ishga borganimiz uchun bir komnatni yaqinroq 6.800.000 ga oldik. Sizlarga rahmat. Shu suyunib, hammaga quvonch ulashganlar uchun rahmat sizlarga. Hammani yengil. Bungacha biz, например, qayerga borib olishni bilmay, qanday olishni bilmasdik. Sizlar kompaniyalarga kelib, o'ta o'ng'aylik bilan oldik, juda yengil. Hech qiyinchiliklar bo'lmadi sizlar orqali olib. Mana endi suyunib, Xudo xolasa bugun ko'chib kelamiz. Sizga rahmat, Zulfiya. Samara Nurmatova sizga rahmat, Gulnur sizga rahmat. Baringlar olinglar, ishonchli kompaniya. Biz shu adabrenani ofitsialniy
ofitsialniy ishlayman. Одобрение bizga ko'proq chiqsa, 7 million chiqsa kerak deb o'ylagan edik. Keyin 5 million 400 ming chiqib qoldi. Keyin biz o'yladikdik, ola olmaymiz shekilli deb, qo'limda 1 million aqcham bor edi, 1 million 200 ming aqcham bor edi. O'ylanib qizimni chiqarsam qanday nima qilaman, yetishmay qoladi deb o'ylanib ola olmaymiz ekanda, zayomshka topinglar-da. Zayomshka topsak, o'ta kreditniy summamiz qimmat bo'lib ketar ekan. Oxiri rishat qildim, mayli qizimni chiqarmay dedim, shu summaga dedim, kvartira olay dedim. Xudo aytgani bo'ladi, to'y ham o'tadi, xudoning bir nimasi bo'ladi dedimda. Keyin rishena qilib shu oldik, uyni olishga shartimizga qaradingizlar. Shartimizga qarab 6 million 800 ming, 5 million 400 ming одобрение qildi. 1 million 400 ming qo'shdim o'zim, первоначальный взнос. Shu bilan 6 million 800 mingga bir xonali uyda oldik. Yashasa bo'ladi hozir, yaxshi. Конечно, yaxshi, o'zingizlarga yoqdi. Remont sredniy yaxshi, MKTga yaqin, 12 minutda biz metroga yetamiz. Bemalol ishimizga borib kelamiz.